to'garak mashg'uloti ishtirokchilari. Mana bugun navbatdagi to'garak mashg'ulotimizda biz bugun jiyaklar haqida gaplashamiz. Jiyak degani nima degani? O'tmishda momolarimiz, onalarimiz mana shunday jiyaklarni o'z qo'llari bilan to'qib, unga kashtalar tikib, bularni qayerlarda foydalangan? Mana masalan, mana bunday kanzullarning mag'izlari uchun yoki mana bunday to'qilgan xurjunlar, sholchalar yoki boshqa hunarmandchilik mahsulotlarining chekkalariga mana bunday jiyaklar to'qish bilan bezatishgan. Ya'ni bu to'qilgan narsani yanada ko'rkamligini, jozibador va jilvakorligini oshiradi. Demak, endi shuni bu ham mittigina bo'lsa ham qo'ldagilar to'qish turiga kiradi. Shu sohaga taalluqli bo'lgani uchun sizlarga shuni o'rgatmoqchiman. Albatta kelajakda agar qiziqib qolsalaring, mana shu ishni qilib ko'rsalaring bo'ladi. Mana bu turgan asbob uskunamizning nomi do'kon deyiladi. Do'kon. Petля qilib mana shu yerdan ip o'tkaziladi va ipni aylantirgan paytda har bir karton tashlab chiqiladi. Natijada shunday do'kon hosil bo'ladi. Endi buni nimaga mo'ljallab to'qishingizga qarab uzunligini o'lchab olasiz. Masalan, ilgari momolarimiz yenglarini uchiga ham shunday jiyaklar qo'yishgan. Yoqalariga yoki lozimlariga jiyaklar qo'yib, uni o'z qo'llari bilan yaratishgan. Aytaylik, yeng uchun jiyakka 40 santimetrdan bo'ladigan bo'lsa, 1.60 santimetr ipdan hosil bo'ladi va biz uni qirqishlar hisobga olib, qirqish nimalarini, iplarini 1.70 qilib olsak, biz ko'zlagan maqsadimizga yetamiz. Ana endi buni qurib bo'lgandan keyin qanday to'qiladi? Mana bu arqoq ipimiz. Mana iplar ikki qator. Orasidan o'tkazib to'qiymiz. Arqoqni o'tkazamiz. Mana bu kartonimizni aylantiramiz. Endi undan arqoq o'tkazamiz. Qarang, xuddi gilamimizga o'xshab chiqyapti. Mana bunday qilib yana o'tkazamiz arqoqni. Mana shu tariqa to'qib ketaveramiz. Qarang. Mana bunday hosil bo'ladi to'qigan jiyagimizning ko'rinishi. Hammaga ko'rinyaptimi? Qarang, chiroyli chiqyaptimi? Biz mahorat bilan to'qiydigan bo'lsak, bu albatta chiroyli chiqadi va bunga endi biz buni to'qib bo'lganimizdan keyin ipak yordamida chiroyli nusxalarni tikamiz. Nimalar? Masalan, gullar, qushlar, parrandalar yoki chiroyli shakllar, geometrik shakllarni turli-tuman ranglarda ba'zilar yozadi ham, yozib tikamiz va juda ham ko'rkam chiqadi. Mana masalan, mana bu kamzuldagi jiyaklar ham shu tariqa to'qilgan. Faqat bu ilgari buni qo'lda to'qishgan. Ular endi fabrikning shunday nusxalarini qo'lda yaratishganda. Mana bu qo'lda to'qilgan mana. Xuddi shunday do'kon yordamida jiyaklar qo'lda to'qib bezatilgan. Mana. Bu ham demak to'qish yo'nalishiga xos. Mana bu jiyaklarni qarang. Erinmasdan har bir ignani sanchganda mehr bilan, ko'nglida yaxshi orzu umidlari bilan. Hozirgi qizlar sabr chidamaydi bunga, lekin bu katta sabr talab qiladi. Matonat, jasorat, qilaman degan ishni qilgan odam jasoratli hisoblanadi. Bu ham demak mardlikni talab qilar ekan. Mana shu gullarni ko'rib insonning ko'zi quvnaydi. Eng asosiysi bular yuvganda rangi o'chmaydi. Yillar xizmat qiladi. O'chmas, bitmas, ado bo'lmaydigan narsalar. Shuning uchun momolarimizni ishlarini har doim qadrlaymiz
biz ularni ko'z qorachig'idek saqlab, kelajak avlodga uzatishimiz kerak. Mana shu bizning asosiy vazifamiz. Qachon bo'sh paytlaring bo'lsa, shunday ishlar bilan shug'ullansalaring, bu insonning salomatligi uchun foydali. Bo'sh paytlaringiz bekor ketmaydi. Biror narsa aytadi-ku, hunardan rizqing hunar. Mana shuni orqasidan pul daromad topgan oldingi ayollar. To'qib tikib sotishgan. Qarang, sotgandan keyin u daromad manbaiga aylanadi. O'zining oilasiga, o'zining ro'zg'origa, kamposga shuni yaratgan. Gilamlarimizga o'xshatib nusxalar yaratiladi. Mana bunday barglar, oyoqlar, 6 yulduzlik naqshlar va hokazo. Jiyaklardan tashqari biz sholchalarimizga bezatish uchun popuklar yordamida mana bu sumkachani qarang. Bu telefon uchun g'ilof. Sholcha to'qigandan keyin ortib qolgan qoldiqlardan mana shunday sumkacha tikib qo'ydim. Qarang. Buni ichiga telefon, ko'zoynak, ruchka, bloknot solib, ayniqsa sayyohlar uchun juda yaxshi bu. Shunday solib telefon bilan rasmga olib ketaveradi. Yaxshi o'ylamaydi, yo'qolmaydi, bu joyda qolib ketmaydi. Mana bunday qurchalari bor. Mana shunday qilib ketaveradi. Hech kim ololmaydi oldida, o'g'ri. To'g'rimi? Mana shularni endi yasatish uchun qarang, nimalardan foydalangan. Avvalo mana bu tasmalar ham qo'lda to'qilgan. Bu mana bu bo'yin sohasini, terini ta'sirchanligini bildirmaydi. Paxta 100%. Undan keyin mana bu popukchalarni ham o'z qo'limiz bilan yaratib qilishimiz mumkin. Mana shunday sholchalarning anolariga mana shunday popukchalar bilan yasatishimiz mumkin ekan. Yoki mana bu hurjunimizda ham ko'rish mumkin shunday popukchalarni. Mana qarang, qanday chiroyli, did bilan qilingan, mehr bilan, bir go'zallik, bir san'at asari darajasigacha yetganda. Mana bu sholchani o'zini to'rtburchak qaltaqib qo'ysa ham bo'ladi, lekin uni to'rlar bilan, popuklar bilan, jiyaklar bilan yasatganligi bizning o'zbek milliy qadriyatlarimizni, milliy an'analarimizni aks ettirib turibdi. Yoki mana bunday qora tasmalar yordamida biz ma'ruz qilishimiz mumkin. Xo'p, masalan, mana bu gilamchamizda mana qaranglar. Ma'ruz bilan nima qilingan? Chetlari biriktirilgan. Ya'ni bu iplarimiz sedrab ketmasligi uchun mustahkam qilib tikilgan. Bu qanday tikiladi? Demak, avval mag'izni tikib olamiz. Mustahkam bilan mana bunday qilib mustahkam qilib tikib chiqamiz va tikib bo'lgandan keyin uni qayirib yana bir marta orqasidan tikamiz. Natijada gilamchamizning iplari sedralib ketmaydi, mustahkamligi oshadi. Uni qancha qoqib solsangiz ham nima bo'lmaydi? Odat bo'lmaydi. Demak, biz hayotimizni yanada go'zallashtirish uchun mana shunday elementar narsalarga e'tibor berishimiz kerak ekan. Tushunarli bo'ldimi sizlar uchun? Zerikarli bo'lmadimi? Yo'q. Juda yaxshi. Agar qiziqsalaring, yana sizlarga boshqa narsalarni ham o'rgatishim mumkin. Shuning bilan bugungi darsimiz, mahorat darsimiz yakuniga yetdi. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Sog' bo'linglar. Qachon savollaring bo'lsa, marhamat, men uyda bo'laman. Salomat bo'linglar.